20 adamның boynuğa özlükdən patlaydigan boyun çemberi taqab qoyulğan bo'lib, keyindiki rangni xato faraz qilsalar darhol patlab ketidi. Aslida ko'pchilik o'zaro ishinib, samimiyatlik bilan bir-biriga o'zining rangini aytib bersalar, hech kim o'lib ketmaydi. Lekin o'ylamgan yerdan bu 20 adamning ichida bir jasus bor bo'lib, faqat jasusni tepib hamda uningga o'zining rangini faraz qildirgandila o'yin ondan oxirlashadi. Qayt anglashqilab bu o'yinning naqadar rahimsizlikka to'lg'anligini his qilg'ili bo'ladi. Bundan boshqa program guruhi yana samimiyatlik bilan ko'pchilikka yetarlik moddiy ashyo tayyorlab, yashashni o'ylaydigan o'yinchilarning ochliqdan o'lib ketmasligiga kafolat qilgan. Lekin shuning bilan bir vaqtda agar shpionni topolmasa, ularning mangulik bu yerga qamalib qolganligidan derak berdi. O'yinning birinchi qadami nihoyatsiz boshlandi. Buning ichidagi ikki mahir bir-biriga rang bermoqchi bo'lib turganda, bir chetda turgan kostyum burukliq darhol ikkilangan. Boshqalarga qanday bo'lmasin ishonmaslikni, hozir hamma odamning yiliqi shpion bo'lish mumkin ekanligini aytdi. Ikkilan anglagandan keyin ixtiyorsiz orliqqa yiroqlab ketdi. Yana ba'zilar 3 odam bir guruhda bo'lmoqchi bo'ldi. Qandaqli bo'lmasin 3 bilan eng mustahkam qurilma bo'lg'achqa bir mahal ko'pchilik dakidiga tushib osonlikcha ig'iz ichishga jur'at qila olmadi. Toki chiroyli yasanib olgan bir qiz paydo bo'lib, qatmal holatni buzib tashlagan qadar u ko'pchilikka bir kichik kollektiv tashkillab, faqat odam soni yetarli ko'p bo'lsa o'zaro nazorat qilishni, hech kimning buncha ko'p ko'zlardan tikilib qarish ostida yolg'on so'zlashga jur'at qila olmaydiganligini deb taklif berdi. Bu gap chiqishi bilan kishilar moslashib bas-basti kichik kollektivga qatnashishni chiqalaydiganligini bildirdi. Ko'pchilik nihoyatsizlar bir-birining rangini jazmlashtirishga boshladi. Darvaqa sansizlagan ko'zlar tikilib turg'achqa hech kim osonlikcha yolg'on so'zlashga jur'at qila olmadi. Ko'pchilik bas-basti hujurga kirib tekshirishni qabul qildi. Birinchi qadam oxirlashgandan keyin hamma odam sog'-salomat hayot qoldi. Lekin nihoyatsizlar ikkinchi qadam boshlandi. Har qaysi chamraklarning keyindagi ranglar o'zgarishga boshladi. Faqat ko'pchilik mushundaq bir-biriga tayinib, bir-biriga ishonsalar jasus bardosh qilib olmay chandurib qo'yadi. Biroq bu vaqtda tasodifiy ahvol yuz berib, bir o'yinchi tuyuqsiz yerga yiqilib tushdi. Aslida oltin zanjirlik odam qarshi tarafga o'zining rangini aytib bermoqchi bo'lib, zo'rlik bilan tahdid qilayotganda biraylar uning qarab tura olmay, uning oldiga birib erni yo'ldi. Orqadan uni xato rang aytib berishga da'vat qildi. Aslida ozroq ikkilangan. Natijada oltin zanjirlik odam yana qo'l solmoqchi bo'lganda uning qattiq ochiq keldi. Shuning bilan u mundaqli bir xato numerini aytib qo'ydi. Boshqalarmi bir chetda o'yin ko'rib, bundaq bir mudahamni to'sib qolmadi. Bu xalq uchun ofatni yo'qotganlik hisoblanadi. Orqadan chiroyli yasanib olgan yiliq qiz erni muloyimlik bilan o'zining guruhiga kelishga taklif qildi. Qo'shilgandan keyin shunday qilib ikkinchi qitimliq tekshirish boshlandi. Natijada tasodifiylik ko'rilmadi. Faqat oltin zanjirlik odam uyda o'lib qoldi. Qiz tatbiq kulimsirab intayin jiddiylasgan yiliqi erga qarab, ko'pchilikka uning balkim jasus bo'lish mumkin ekanligini, qandaqli bo'lmasin u tunji bo'lib yolg'on so'zlab boshqa o'yinchilarga ziyonkashlik qilgan odam edi. Ko'pchilik bas-basta qizning aytganlarining to'g'riligini aytdi. Bir uzun chashli qiz uningga mundaqli bir xato nomer aytib erni o'ldirish taklifini berdi. U rostla erga xato nomerini aytib berarmi? Filmning oxiri qanday ishlar yuz berar? Bu filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekranda ko'ringan ko'z salonni qo'shib olib 100 raqamini yo'llab ko'ring.